Аңлармен, достlar, qani әмісі, төвәнді diqqətinglar 20-ci əsr Uyğur tarixidəki büyük ictimai islahatçı, yeni maarifçilik hərəkətinin bayraqdarı, mərifətpərvər mutafakkur Abduqadir Damollamның hayat yolu və kürəş musabisiga bağışlanğan məzkur proqramında bolğay. 1924 yılı 8 ayının 14 günü tün yerimlaşqanda Abduqadir Damollam Azizana Qashqadagi shaxsiy turalg'usida yollangan bir qotil tarbidan pichoqlab o'ldirildi. Qashqa osmondan bir yo'riq yulduz saqib tushdi. Uyg'ur xalqi tarixning eng qorong'u va jaholatlik yillarida mash'al ko'tarib atrofni yo'ritgan jasoratlik bir yo'lboshchisidan ayrilib qoladi. Oradan 60 yildak vaqt o'tib, Abduqadir Damollamning hayoti haqida tunji qissani yozgan yozuvchi Xivir Temur Qashqani qoplagan bu qora hijron haqida bunu jumlani yozgan edi. Abduqadir Damollamning o'limi Qashqani zil-ziliga soldi. Bu haqiqatanmi dahshatli bir kun bo'lgan edi. Osmon yerildi, yulduz to'kildi, chaqmoq chiqilib, yomg'ir quyildi. Zamin titrab, tog'lar yerildi. Olamni qorong'ulik qopladi. Ko'zlar bog'lanib, yurak dog'landi. Abduqadir Damollam bir olim edi. Uning uchun olam yig'ladi. Shu kuni Qashqada 10 minglagan jamoat marhum Abduqadir Damollamning tavutini egiz ko'tarib, marsiya qo'shoqlarini yangratib, hozir etishgan holda Hazratdagi taxt-ko'vrik mozorligiga qarab dengiz to'lqindek oqidi. Damollam şehit buldu, yatar cayi bihiş buldu. Damollamga Qashqarlik köp yığlab bihuş buldu. Tağı taşla tevrişip, qattiq çaqmaq çaqqanmı, tümen suyi qan bolup, bugün tədir aqqanmı? Qashqarning havosini çang tumanla basqanmı? Qashqarning jahonini qayg'u matem basqanmı? Ay tutulmaz derdimiz, kun tutulmaz derdimiz. Damollamga dayüzle, qasd qilolmas derdimiz. Xuddi yozuvchi Xivir Temur Abduqadir Damollam haqida qissa nomli romanining kirish qismida ta'kidlab o'tgandek, dal mushundoq bir davrda Abduqadir Damollam mash'al ko'tarib o'ttirg'i chiqqan edi. Uning ijtimoiy islohot g'oyalari, ma'naviy uyg'onish chaqiriqlari, ma'rifni islohot qilish va usuli jadid maktablarini yo'lga qo'yish tashabbuslari 20-asrning boshlaridagi Uyg'ur jamiyatini yo'ritgan edi. Dal shu sabablar tufaylidan militarist Yang Zengshin va uning Qashqadagi hokim mutlaq qora qo'llari ishki va tashqi suiqasdchilar bilan til biriktirib, Abduqadir Damollamni shahid qilgan edi. Ma'rifatparvar olim Abduqadir Damolla bin Abduvaris Qashqari hijratdan aziz vataniga qaytib, Qashqarga keldi. U ma'rifatchilik va islohotchilik bilan keng shug'ullandi. Onun yo'li masligi to'g'ri edi. Shuning uchun u ochgan yo'l nihoyat tezlikda umumyuzlik uyg'unish harakatiga aylandi. Bo'libmi, Abduqadir Damolla va uning maslakdoshlari fidokorlik bilan ko'krak kerib chiqib, safning oldida turib, chet el muxolifatchilarga, istibdod hokimiyatga, diniy xurofotlikqa qarshi turdi. Bu xil amaliy va unumli harakatdan shu zamondagi hokimiyat, chet el muxolifatchilari, bir qism boylar va diniy mutassiblar aloqzodi bo'lib g'am andishiga tushdi. Oxir bu qori kuchlar jo'sh urib rivojlanayotgan ma'rifatchilik va islohotchilik harakatiga qarshi turish yuzidan suiqasd uyushtirib, ma'rifatparvar islohotchi olim Abduqadir Damolla bin Abduvaris Qashqarini shahid qildi. Turkiya Agay universitetining professori, Uyg'ur akademiyasining raisi Olimjon Inoyat apandi bu haqda ziyoratimizni qabul qilib fikr bayon qildi.
u Abduqodir Domollamning 20 asrning boshlarida elib borgan ijtimoiy islohot tashabbuslari va millatni uyg'otish faoliyatlarining eng oldi bilan mustabid Xitoy hukmronlarini qo'rqinchga selib qo'yganligini ta'kidlab o'tdi. Abdülkadir Damollam jadidchi ve islahatçı bir zatdır. Onun islahat fikri cehaletke, şu nadanlıkka karşı elip bargan faaliyetleri aldı bilen cemiyetki muteessip güçlerini ve Xitay hakimiyetini kattık korkutup etken ve biyaram kılıp etken. Çünkü muteessip güçler cemiyetteki nadanlıkını suistimal kılıp halkını kaktı soktu kılgan bolsa Xitay hakimiyeti şu cehaletini bir vasıta süptüde işiltip xalqning qinini sho'rgan, xalqni azgan va hokimiyatini bemalol yurgizgan. Hem mutaassib kuchlarning, hem Xitoy hokimiyatining manfaati og'ir xavfga duch kelganligi uchun o'sha Abdulqodir Domollamga qarshi birlashgan va uni 1924-yili 8-ayning 14-kuni bir suiqasd bilan shahid qilgan. Olimjon Inoyat apandi garchi Abduqodir Domollam mustabid hukmronlar tarafidan vaqtsiz shahid qilingan bo'lsa-mu, ammo u yoqqan ma'rifat mash'alining millatni hurlikka va milliy qutulishga boshlaganligini, uning o'limidan keyin bu mash'alning Qutlug' Hoji Shavqi, Sobit Domollam, Maqsud Muhiti va Abduxoliq Uyg'urlarning qo'li orqali vatan millatni yoritib kelganligini tilga oldi. Abdülkadir Damollam gerçi suikastga uchrab şehit bo'lgan bo'lsa-mu, lekin u yapgan ma'rifat mashili o'chib qolmadi. U yuritgan yo'lda o'sha Sobit Damolla, Qutlug' Shavki, Maqsud Muhiti va Abduxoliq Uyg'urdek vatan avlodlari yetishib chiqdi. Bu noktadan şu Abdülkadir Damollamni bizning yo'limizni yuritgan, istikomatimizni ko'rsatib bergan bir ziyoli deb aytish mumkin. Abduqodir Domollamning 20-asrdagi Uyg'ur madaniyat tarixi, bo'libmi Uyg'ur milliy uyg'onish harakatida tutgan muhim roli haqida Amerikada yashovchi yosh Uyg'ur bilim odamlaridan Taran Uyg'urmu fikr bayon qildi. U bu haqda munolarni ta'kidlab o'tdi. Abdulqodir Domollam 19-asrning oxiri, 20-asrning boshlari vatanimizda ko'tarilgan yangicha ma'rifat harakatininki asosliq yetakchilaridan biri, shundaqla iste'dodli bayroqdor bir ma'rifat islohchisi deb taniyman. Menimcha Abdulqodir Domollam mustamlikachi hokimiyatning istibdod ma'rifat siyosatiga qarshi inqilobchiligi, yerlik mutaassib kuchlarga qarshi murassassiz qat'iyligi, shundaqla ko'nicha ma'rifatga qarshi islohchiligi bilan yaqinqi zamon Uyg'ur tarixida alohida gavdalanib turdi. Taran Uyg'ur apandi Abduqodir Domollamning tüp ijtimoiy islohot g'oyasi va yangicha ma'rif ideyasi haqida to'xtalganda munolarni alohida eskartib o'tdi. Abdulqodir Domollam mustamlikachi Yanzonshin hokimiyatiningki assimilyatsiyani maqsad qilgan Xitoycha sho'tan ma'rifi va ko'nrab davrning talabini qondirolmas holga kelib qolgan an'anaviy madrasa ma'rifidan iborat ikki xil qiyin talash orasida siqilgan, gangirgan, ilmga tashna Uyg'ur xalqiga jadidcha maktab ma'rifidan iborat yepyangi bir talashni sunalgan bir islohchi edi. U bir yoqdan xalqni nadonlikda qoldirib boshqarishga ko'ngan Yanzonshin hokimiyatiga qarshi yangi maktablarningki ma'rif andizlari va xalqni ma'rifatga undaydigan chaqiriq, nutuq va ilmiy asarlari bilan kurash qilsa, usuli jadid harom, uni o'qish tahriylik deb fatvo pishgan mutaassib dindorlarga islom dinining muhim ma'rifat markazlaridan bo'lgan Buxorodagi olimlarning usuli jadid vojib, uni o'qish zarur degan haqqoniy bahosi orqali radiya bergan edi. Abduqodir Domollamning ma'rifatchilik va oqartish tashabbuslari o'z davrida bir nazariya holatida turib qolmasdan, balki uning dodil amaliyotchanligi bilan Uyg'ur jamiyatida sinoq qilingan ham reallashtirilgan edi. Bu haqda Shvetsiyada yashovchi Uyg'ur ziyolilaridan Abdushukur Muhammad apandimi fikr bayon qildi. Abdulqodir Domollam 19-asrning oxiri, 20-asrning boshlarida Uyg'ur jamiyatini qorong'ulik, jaholat qoplagan, siyosiy tuzilmasini mustabid egallagan, diniy e'tiqodini xurofotliq egallagan mushunda bir mezgilda o'ttirg'i chiqqan bir shaxs deb aytish bo'ldi. Abdulqodir Domollamning ayni chog'da boshlagan oqartish, ma'rifatchilik ideyasi shu mezgillardagi Uyg'ur jamiyatiga nihoyat zo'r yangiliklarni, nihoyat zo'r ilgirishlarni elib kelgan edi. Xalq ashundoq bir boshlamchiga, ideologiya yetakchisiga muhtojdi. Dal buni Abdulqodir Domollam o'zining mukammal diniy va fanniy bilimlari orqali xalqqa boshlamchi bo'la olgan. Oxirda professor Olimjon Inoyat apandi Abduqodir Domollamni jadidchilik harakatining Sharqi Turkistondagi tunji vakili va boshlamchisi deyishga bo'ladiganligini ta'kidlab o'tdi.
Yig'inchoqlab aytganda, Abdulqodir domollam shu yaqinqi zamon Uyg'ur tarixidagi eng ulug' mutafakkirlarning birisi. U ayni chog'dagi Uyg'ur jamiyatining vaziyatini nihoyatda yaxshi analiz qilgan, masalani hal qilish chorasini ko'rsatib bergan. Abdulqodir domollam Uyg'ur jamiyatida tunji bo'lib, shu jaholatga qarshi tosh otgan, ma'rifat mash'alini yiqib, shu zulmatga o't yoqqan ziyoli. Jadidchilik harakatining shu Sharq Turkistondagi tunji vakili va boshlamchisi. Qadrlik radio anglag'uchilar, yuqorida Abduqodir domollamning hayoti va kurash yo'liga bag'ishlangan maxsus radio programmasining birinchi qismini diqqatingizga sundiq. Bu vaqtdagi anglitishimizning oxiri davomli diqqatingizda bo'ladi. Programmani Qutlan tayyorladi. Qimmatlik radio anglag'uchilar, shuning bilan Yo'riq Sayillar sayfisining bugungi anglatishi bu yerda oxirlashdi. Sayfimizning kelar haftalik sonda ko'rishayli. Xush vaqt bo'linglar.